96-yilgi Osiyo Kubogi arafasida futbolimizda o'ziga xos bir ichki muammolar paydo bo'ldi. O'sha davrdagi futbol tepasida turganlar iste'dodli yigitlarning chet elda o'ynashiga qarshi bo'lgan edi. Небольшая чехарда такая, скажем так, с тренерами, с футболистами. O'zbekiston ovozi gazetasida chop etilgan katta maqolada Rustam Akramov, Mirjalol Qosimov O'zbekistonni tashlab pul ishlash uchun xorijga chiqib ketdi deb ayblangan edi. Va hattoki o'sha 96-yilgi Osiyo Kubogi saralashida O'zbekiston Tojikiston bilan o'ynagan dastlabki uchrashuvga Dushanbeda o'tgan o'yinga O'zbekiston termasining qator yetakchilari xorijda o'ynayotgan futbolchilar taklif qilinmagan.